Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi tudinglarmi? Salomat turamsizlar. Mushu Tug'luq Hamid degan inimizning mushu gapini yo'llab qo'ydim. Endi mushu inimiz tilga ilib so'zlayotgan odamlarning ba'zilari o'zining dadisi bilan teng. Buning tilga ilib so'zlayotgan tashkilotlari cho'ng tashkilotlar. Cho'ng tashkilotlar. Endi tashkilotlar mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, mayli shaxslarning mayli yeshi cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, uning cho'qim bir ilmiy shaklda xatosi bo'lsa, xatosini ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Xatosini ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Bir odam mayli Uyg'uristonning gapini qilsin, mayli Sharq Turkistonning gapini qilsin, mayli kishilik huquqning gapini qilsin, mayli mustaqillikning gapini qilsin, siyosiy ko'z qarashimiz ilmiy bo'lishi kerak. Ilmiy bo'lishi kerak. Sen palani vaqt anı qilganting, pokoni vaqt mani qilganting, sening mabijmani bilma, sening xotning anı qilganti, ering mani qilganti. Muşunda mı bu? Munazir muşta bolamdı. Siyasi köz qarash muştaq bolamdı. İnqilabqa varislik qiluvchilarning ahvoli mushimi? Mushuning bilan bu inqilobga varislik qilmoqchimi? To'g'ri, boshqa tashkilotlarning xatosini ko'rsatib, uningdimi yuksak bir narsani qurib, bu millatning davosini texmi yuksaltirsanglar yaxshi. Lekin mushu pozitsiya bilan, mushu so'z qilish usuli bilan, mushu boshqalarni haqoratlash bilan, boshqalarning aybini ichish bilan, shaxsiyatiga tegish bilan, tahdid silish bilan, mushuning bilan gullanib, mushuning bilan taraqqiy qilib, mushuning bilan millatning davosini texmi yaxshilab, mushuning bilan petitionga ovoz to'plab, maqsadinglarga mushuning bilan qanday erishsizlar? Bu inson deganda bir ozroq axloq, adab, har qanday odam bilan bir munozir qilganda bir munozir xarakterini, munozir usulini bilish bilan qilish kerak. Mayli bir tashkilot qarta gap qilaylik, mayli shaxsiy gap qilaylik, mayli boshqa jamoatlar gap qilaylik, chiroyli gap qilish kerak. Bu to'g'riliq o'tganda Ruqiya Turdush xonimni gap qildi. Ma Shvetsiyadagi Nijat Turg'unmi? Nijat degan inimiz o'mi gap qildi. Shularga o'xshash ilmiy shaklda mandaq narsa deb ilmiy shaklda qo'yisi bo'ladi shu balama. Abay bir xatni yozib olib qaytarib oldim. Balkim ba'zilar aşı balaga yo'llab bergan bo'lishi mumkin. Saqmo ma bala og'riqmi dedim men. Agar shu inimiz, shu Tug'luq Hamid degan bala saq bo'lsa, cho'qim men saq, lekin hissiyotga berilib ketib, sal xato gap qilib qo'yaptiman deyishi kerak. Agar saq bo'lmasa, ya'ni mening mushu gapimga menimi tillab ketsa, uni saq emasligini uningdagi millat jazmlashtirdi. Menimi tillab ketib qolsa, saq emasligini uningdagi saq emasga bo'ldi deymiz uningdagi. Agar yo'q buni saq deydigan ishinglar bo'lsa, ma yoshlarning vakillari ma gap qilish usulini o'rganinglar. Bir odamlarga qanday muomala qilishni, palonchining xotinining ishini men bilaman, pokonchining erining ishini bilaman, ani bilaman. Shu odamlar bola topgan, oilasi bor, uy tutyapti, nurg'un issiqsoqni beshini o'tkazgan. Sizlar cho'ng'ulab, ashladek bolalik qilib, ashladek oilani qurg'uchi, sizning xotininglar nima bo'ladi, o'zinglar nima bo'lasizlar, qaysi kunlarni ko'rasizlar, uni Alloh o'zi biladi. Allah o'zi biladi. Lekin bu da'vatgan odamlar sizlar oning xotini andaq, moning eri mandaq da'vatgan odamlar sizlar da'vatgandek emasdi. Ular bir normal oilasini tutayotgan, issiq bir oilani qalaymigan qilmanglar. Ayollarning gapini qilib, erlarning gumonini tashlab qo'ymanglar. Erlarning gapini qilib, ayollarning gumonini tashlab qo'ymanglar. Oilalarning buzilishiga, oilalarning orasidagi muhabbatga so'qoqlik tushishiga, bolalarning yetim bo'lishiga sababchi bo'ladi ma gaplar. O'ylab qilinglar ma gapni. Ma yoshlar, ma millatning o'rinbosarlari biz, ma millatning davosini o'ngshaymiz da'vatgan ma yoshlar, ma oranglardagi ma odamlarning saq yoki sarang ekanligini yoki o'ng
yoki o'ng emas ekanligini, nervisi saq emasligini qarab, agar shu odam o'zi saq bo'lmasa, uning yo'li bilak. Saq bo'lsa, maniga o'xshash manda tarbiyaviy ahamiyati va ma gaplarni qilsak, to'g'ri men xatolashibdimi deb millatdan afo so'rash kerak bu. Agar yanılı meni tillab chiqib ketsa, hozirgi mushu gapni qilib sanga nima qo'ydi, anda qilib o'tman, manda qilib o'tman deb tahdid silish bilan, xalqlarga haqorat qilish bilan, xalqlarning ayollarini tillash bilan, erlarini tillash bilan bo'lmaydi bu da'vo. Bundaq usulda bu shaklda o'tirg'i chiqib olsanglar, bu millat saskini sizlardan. Bu millatning ne axloqliq yoshlari va voy mushuning kaynidan agishamdiq, mushu xalqning kaynidan mangamdiq. Biz yana o'g'rining qo'ldan qutulib qaroqchiga tutildigandek turamiz. Shuning uchun bu qandavlab ketdi, bu demamdi. Bu gapni o'ylab qilinglar, manda siliq qilishni o'rganinglar. Odamdek gap qilinglar mediada.